Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun chempion mashinasini olib qo'yganmiz. Nima bo'lgan ekan bunga? Chempion mashinamizni egalar olib kelishdi. Bu 12 voltli akkumulyatorga tok bermay qo'ygan inventor. Shu sababli mashinani 12 voltlik o'tiradi, bo'ldi. Mashina ko'chada qolib ketaveradi. Absolyutni yurmay qolyapti. Bunga endi asosiy sabab nima bo'lgan? Hozir buni o'z-o'zidan ham o'tirib qolmasligi, ya'ni nimaga bunaqa bo'lib qolganini ham tushuntirib aytib ketadi. Bu nimadan bo'lib qolishi mumkin? Aynan mana shu invertorni 12 voltlik zaryad bermay qolishi, kuyishi. Hozirgi kunda endi asosiy ikkita sababi bor. Birinchisi, moykada akkumulyator o'tirib qoladi, ko'pchilik prikurit qilgisi keladi. Noto'g'ri prikurit qilgandan bo'ladi. Bunda ham o'zi xuddi shunaqa bo'lgan. Ikkinchi sababi, uyda zaryadkada turganda katta tok birdan kelib qolishi yoki svet ketishi, skachok berganda напряжение bo'lmasa, zaryadkada напряжение regulirovkasi shuni hisobidan urib qo'yadi, birdan inventor kuyadi. Xullas, bizaga ko'pchilik telefon qiladi-da, mana bu obunachilarimiz telefon qiladi. Aka, mashinam moykada akkumulyator o'tirib qoldi. Manzilga borib olish uchun mana shu perikut qilib olsam bo'ladimi? Hozir imkoniyat yo'q akkumulyator topishdi deydiganlarga nima tavsiya berasan? Ko'pincha endi shuni prikurit qilishni biladigan inson bo'lsa, qilib olsa bo'ladi, lekin asli yengil qo'yib olish kerak, o'sha maqsadga muvofiq bo'ladi. To'g'ri. BYD chempionlarda o'zi asosan 7-8 oy zo'r yurganlarda 1 yil xizmat qilib beradi o'sha 12 voltlik kichkina akkumulyatori. Iloji boricha akalar mana shu akkumulyatorni 12 voltlik akkumulyatorni o'tirib qolsa, imkon qadar yangi qo'yishni harakatini qilaverish kerak. Mana bir safar perkut qilsam bo'ldi, ikkinchi safar bunaqa bo'ladi deb bekarga mashinani mana hozir egasiga $2000 rasxodga tushdi-da. $2000 rasxod qayda-yu, $120-130 akkumulyator qayda. Shu uchun iloji boricha akkumulyatorda muammo bo'ldimi, birdan almashtirib, joyida masalan hal qiling. Endi xudo xolasa bunga hozir zapchast hamma narsa necha pul rasxodga tushadi? Bu shu siz aytgandek $2000 xarajat bo'lyapti. Nalichida yo'q hozircha. Bir hafta ichida kiradigani bor edi, zakaz qilingani. O'shani xudo xolasa qo'yib bitkazib bermoqchimiz ishlarini. Shu uchun hammaga tavsiyamiz iloji boricha akkumulyatorda svetda shunaqa muammo bo'lsa, mashinanglarni ehtiyot qilinglar. $2000, $200,000 degani emas. Joninglar sog' bo'lsin. Kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Hali oldinda bundan zo'r, bundan videolar, tavsiyalar berib o'tamiz. Bizning servislarimiz Sergeli indeksda, laka kraskadagi joyimiz ishlab turibdi. Kimga qayer qulay bo'lsa, hamma turdagi xizmatlar bor. Nima xizmatlarimiz bor servisimizda hozir? Polniy elektrika, kassaprov xizmati, hadovoy xizmati hammasi bor. Polniy mashinani tuzata olamiz. Xullas, zapchast do'konimizda zapchastlarimiz ham bor nalichida. Bu mashinani xudo xolasa o'zini chiroyli qilib ishini bitkazib berib boramiz. Joninglar sog' bo'lsin. Bizni kuzatgan barchaga rahmat.